Ha, mashina. Spark avtomobilini beramiz. Uchalasini. Do'stlar, va nihoyat Toshkentdan Makka va Madinaga piyoda Jizzaxdaman. Jizzaxlik vaqti zo'r poddesh qilyapti. Bosim bor, menga bitta shans bermoqchi. Qanaqa aytib boring? Ya bu juda kuchli shart. Sizga shans emas, shart bu. Davay. Bosim bo'lgan somsasini shuni ushlaysiz, o'z ko'p narsani ushlayapsiz, qotyapti, ha? Bu somsa ham qotsa, sizga zo'r shart bor. Davay. Qani? Nima bo'libdi? O'z Qotdi. mana qarang. Bu shart bu. Mana shu baklashka, 05 baklashka. Buni ichida 3 ta sizga kerakli bo'lgan narsa bor. Agar uchalasini topsangiz, sizga bitta avtomobil beramiz. Mashina. Ha, mashina. Spark avtomobilini beramiz. Uchalasini ham topsangiz. Ha. Agar bittasini topsangiz, sizga yana 2 ta sovg'a bor. To umraga borgancha ana shu sovg'adan foydalanasiz. Bo'ldi, duoda bo'lasiz. Men buni foydalanaman, obunachilarimdan so'rab qilar ekanman. Qiladi. 3 ta narsa. Agar uchalasini ham topsangiz, Spark avtomobili Samarqandga borguningizcha topsangiz, Samarqandda aniqlaymiz, bitta avtomobil sizniki. Bittasini topsangiz ham sizga 2 ta zo'r sovg'a, to umraga borganingizcha foydasi tegadigan sovg'a. Bo'ldi. Do'stlar, komment yozinglar, buning ichida nima bo'lishi mumkin? Shiqillayapti. 3 ta narsa bor. Ha, obunachilar bemalol yordam beraverasizlar. Pastga kommentariyaga yozib, Medikka nima borligini Samarqandda yetib borgandan keyin aniqlaymiz. Registon maydoni, davay.